Dongzhou'nun Astanini Chang'anga ko'chirishi. Yaxshimisilar do'stlar, unda qolsa biz 3 podshohlikni yana so'zlab ketdik. Biz oldingi filmda shu San Yingzhan Lübu, ya'ni Lübu bilan Liu Guanzhang uchalaninki ilishishini so'zlagan edik. Ham Lübu'niki mag'lub bo'lib qochib ketganligi to'g'ri to'xtalgan. Lübu shu qochqancha keyin-keyindan mag'lub bo'ldi. Ya'ni shu Xulao Guanni tattirib qo'ydi. Nimishqa degan vaqtda aslida umumiy ahvoldan qaraganda 18 taram qo'shinninki qo'shin jihatdan, ya'ni son jihatdan aytganda shu Dongzhou'ninki qo'shindan natijasi ko'p deyishga bo'ladi. Ammo bu Dongzhou'ning qo'l ostida Lübu bo'lganligi uchun, shundoq bir yo'lvostak sonog'undan birisi bo'lganligi uchun bu 18 taram qo'shini Xulaoganning oldida to'xtab qolgan, oldiga siljanmaganda. Endi bu yo'lvostak sonog'un Liu Guanzhang uchaylan tarafidan mag'lub qilingandan keyin bu Lübu'ning qo'l ostidagi qo'shinlarninki yuragi ushib ketadi, qo'rqib ketadi. Tuzuk jangmi qilinmaydi, amal bor, jinimizni ap qochdi degan yerga kelib qoldi-da. Shuning bilan bu 18 taram qo'shini osonla bu Xulaoganni tortib oldi. Endi bu Lübu shu qochqancha Loyangga, Ostanadagi Loyangga qaytib berib, Dongzhouga bu xabarni yetkazdi. Yetkazgandan keyin Dongzhou cho'chib ketdi. Am chatoq chiqdi. Qaşmısaq Xulaoganni tortib oldi. Xulaogan degan eng oxirgi o'tkaldi. Endi bular Ostona hujum qilsa, bizning to'sig'idek hech qanday bir sepilimiz, hech qanday bir mudofialangandek narsamiz qolmaydi. Vayron bo'lib ketamiz. Biz eng yaxshisi boshqa yerga ko'chirib deb bu Dongzhou Chang'anga ko'chishni o'ylaydi. Endi bu Loyangdan Chang'anga ko'chsa, albatta dushman boyadan yiroqlashadi. Onun üstüge Chang'anninki yer sharoitini aytganda bu yerga hujum qilish nihoyat tez bir rayon. Shuning bilan bu Dongzhou shu Chang'anga ko'chish, ya'ni ordini, Ostanani ko'chirish planini yurgizishga boshlaydi. Bu ordining odamlarining hammasini, ya'ni shu ordining vazirlarining hammasini yig'ib, shu planni o'tirib qo'ydi. Ammo hech kim buning qo'shilmaydi. Nimishqa? Bu degan nihoyat cho'ng ish tursa, bu Ostanani ko'chirish degan unda kichik ish emas. Buningda nurg'unliq odam bor, nurg'un imorat bor. 400 yillik Xan xandonligininki yiltizi shu yerda. Hamma narsa shu yerda. Uning ustiga boy-boyashatchilik, savdo, tijorat hamma narsa shu yerda. To'yuqsizdan buni ko'chiramiz desa, bu endi aqlga uyg'un kelmaydigan ish. Podshohning o'ziga xavf yetib qolmasa, asosan bu ishni qilmaydi, ko'charmaydi. Ham Dongzhou demek o'ziga xavf yetgandan keyin podshohni o'ylab o'tirmay, boshqa odamlarni o'ylab o'tirmaylar, ko'chirish to'g'riliq ching turib oladi. Endi shu to'g'riliqmi bu she'rdan birini to'qib chiqibdi. Ya'ni shu xalq orasida, ya'ni avom orasida mundaq bir she'r topilibdi. Ya'ni kun chiqishda bir xillik, kun petishda bir xillik. Kuchsa agar Chang'anga undi bo'lur amonlik. Demek shu she'r bilan nurg'un odamning og'zini yopganda. Albatta, uning qarshi chiqqanlar nihoyat ko'p. Ammo qarshi chiqqanlarning hammasini shu yerda bu o'ltirib o'tdi. Shuning bilan amal yo'q. Bu yerdagi vazir uzralar hammasi buningga qo'shilmay, amal qilolmay, shuning bilan bo'ladi unda o'z ko'chiladigan yerga kelib qoladi. Endi bu Dongzhou ko'chgandimi vahshiy ko'chidi. Buningki eng razil qiyofati shu o'di ko'chirgan vaqtda, ya'ni Ostanani Chang'anga ko'chirgan vaqtda oshkorlandi. Nimishqa? Bu faqat o'zininki jinnil o'ylab nurg'un fuqarolarni emishadi. Nurg'unlagan kishilarni shu o'limga olib qo'ydi. O'rdan ko'chgan vaqtda 18 taram qo'shiniga hech qanday narsa quyib qo'ymaslik uchun o'rdagi barliq mol-mulkning hammasini shu arvolarga besib yapmangdi va o'rdiga butun yerlarga o't qo'ydi. 400 yillik podshohlikda biz bunda ba'zi bir ordlarniki rasmlarini ko'rsak bilamiz, ajoyib hayvat yasab etgan yerlar u. O'ylasaqmi, hayron qolg'idek imoratlarda shularning hammasiga o't qo'yib etgan. Uningdan sirt shu Ostanadagi fuqarolarninki, boylarninki barliq mol-mulkini taran-tarish qilgan. Talam-tarish qilib, hamman evilib, boylarning hammasini qirib etgan bo'ldi, o'ltirib etgan. Albatta qarshi chiqqandan keyin bularni yo'qotib etadigan. Yo'qotib etib, bütün Ostanadagi fuqarolarninki, boylarning o'ylariga o't qo'yib etdi.
kelgan 18 taram qo'shinga hech qanday narsa qolmasin. Hatto Xan xonadonligininki 400 yil ichida o'lgan podsho, xonish, andan keyin Şahzade degandek har xilmish podshoning urug' tuqqanlari bor. Bularninki maxsus qabris bo'ldi. Keyinlarda ko'rganmi biz? Ash qabrlarni ajoyib vahshiy yasaydi. Buning ichiga nurg'un oltin kumushlarni, nurg'un javohirat boyoqlarni qo'shib ko'midi endi. Burunqi an'analarda bor-da bu. Ay shu qabrlarning hammasini ko'lab, shu boylikning hammasini elib, ish qilib bu ostonada ağıdaklı narsa olsa hemmini alıdı, yuqatqıdaklı narsa olsa hemmini yo'qitib, hech qandaq narsaga arzimaydigan, nihoyat bir xarob holatga akab qo'yib, uningdan keyin ketidi bu dumru. Ham bu yana hammasini ko'ydirayotgandan keyin puhralarning uyi yo'q. Hammasi sargardan bo'lib ketdi. Bularning tuzuk ochlig'i yo'q deydigan mushu ko'chish jarayonida nurg'un puhralar ochlikdan o'lib ketdi, mingish jarayonida urush jidalning orasida o'lib ketdi. Hamda mushu Dongzhouninki mushu qitimliq ko'chishi buningga nihoyat cho'ng mushu yomon nomni choplab qo'ydi. Nimishqa? Ayni vaqtlarda bu ko'chmas vaqtida Dongzhouni faqat mushu o'rdagi amaldorlar yoki cho'ng baglar, undan keyin mushu har joylarninki aymoq baglar, pozibonlari buning qanday kishi ekanligini, razilmi, razil emasmi, qanday odam deganligini bilgan bo'lsa, mushu ko'chishdan keyin Dongzhouninki qanday kishi ekanligini, qanchalik yovuzligini bütün puhralar, bütün iqlim bilib ketdi. Shuning bilan keyin bu Dongzhouga moslashmaydigan, Dongzhouga nihoyat qarshi chiqadigan ahvol mishaga kelib chiqdi. Demak, bu Dongzhou mushu qatimliq ko'chishda jinni saqlab qolgan bilan nurg'un narsani puturdi. Unda qo'z do'stlar, biz Dongzhouninki hikoyasini shunchalik so'zlab turli. Hamda keyingi filmda biz nima so'zlaymiz degan vaqtda 18 taram qo'shininki parchalanishini so'zlaymiz. Unda qo'z do'stlar, film yaragan bo'lsa, ostiga inkaslarga alt raqamini, gullarni yo'llab qo'yinglar, yuraklarni berib qo'yinglar. Bu filmni saqlab olinglar. Undan keyin do'stlaringizga tarqatib qo'yinglar.